Salam dostlar, sizler meni qayradan Globus KG kanalı. Sizlerge bugün online kameralar boyunca söz kılabız. Al üçün biz no KG Live degan programmani ko'chirib olishimiz kerak. Bu programmada o'zingizga ko'rib turgandagidek kameralar, videolar, telekanallar bor. Hozir kirganda ko'rib berim. Strumni ko'chirib olamiz da. 31 megabayt ekan. Ko'chirib olgandan so'ng mana do'stlar ko'chib ketdi. Endi kirgandan keyin bu yerda kameralar, TV deydi, video deydi. Misali kamera plasjotda 3 gigaloto kamerani ko'rib desangizdir, hozirgi vaqtda 6 dan 27 minut o'tibdir. O'sha vaqtda Olot variantida emni olayotganini ko'rsak bo'ladi. Shuning uchun biz bu Bishkek bo'lsa Olot deganni bosamiz. O'sha Olot deganni bosamiz. Bu yerda hozirgi vaqtda emni olayotganini ko'ramiz. Biraz ko'rib biraz cho'layotgan. Birliğe bu Olot variantidamiz. Boshqa ko'chalardagi kameralarni ko'rsak bo'ladi. Qaraqo'l deydi. Xo'sh. Shunday do'stlar, bor ancha yerlar qo'yilgan kameralarni shunday ko'rsak bo'ladi. Bu yerda TV degan bo'lsak, mana telekanallar bor. Qolgan telekanalni kirib ko'rsangiz bo'ladi. Ondan so'ng video degan bor. Videolarda kirish bo'lgan, bu yerdan o'zingizga yoqqan videolarni kirib ko'rsangiz bo'ladi. Do'stlar, shunday. Agar video yoqsa like bosingizlar, yana podpisatsiya bosishni unutmangizlar.